Men niyat qildim, inshaalloh mana Alloh sport zalini ochishga bizga yordam berdi. Mana bunaqa bo'lmasin, mana bu chalalar bo'lmasin mana bunaqa. Trenajyorlar haqida hammasi ishlab ko'rdim. Trenajyorlar просто bomba. Mamutgacha chiqamiz, Mamutgacha tushamiz. Infit ochish marosimiga keldik. Power Gym trenajyor ishlab chiqdim. Sifati yuqori darajada, yaxshi ishlangan. Agar zal ochmoqchi bo'lsanglar, mana shu trenajyordan qo'yishni. Xudo xolasa biz ham zallarni kengaytirsak, shu trenajyorlardan qo'yish niyat qildim. Ishlatilgan metallar sifatli, bilinib turibdi, ko'p yillar xizmat qilishini. Hammalarga maslahat beraman, trenajyordan foydalanishga. Biomexanikalar o'ta ideal, hamma narsa joy-joyida ishlanadi. Zalimizga marhamat, hammadan kutib qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'linglar.